Assalamu alaykum, men Asma Muhammad. Men bugun sizlarga "Men dinimni yaxshi ko'raman" degan maqolamni o'qib bermoqchi. Men dinimni yaxshi ko'raman. Men o'zimning musulmon oilasida tug'ilib cho'ng bo'lganligim va islomiy tarbiya erish fursatiga erishganligim uchun xushalman. Meni mushu fursatga erishtirgan Allohga hamd va sano aytaman. Men musulmon qarindoshlarimni yaxshi ko'raman. Ularning zulmda qilishiga va azoblanishiga chidab tura olmayman. Chunki islom dini shuningga buyuruydi. Men islom dinini yaxshi o'rganib, o'zimning va musulmon qarindoshlarimning dunyo va oxiratlik qutulishi va baxt saodati uchun bir kishilik hassamni qo'shaman. Hozir Sharqi Turkistondagi va dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon qarindoshlarim zulm ichida qiynaladi. Men bunday ahvolda o'zimning mas'uliyatining texmo og'ir ekanligini his qildim. Shuning uchun men yaxshi o'qib, oilamning va musulmon qarindoshlarimning umidini yerda qo'ymaydigan bir musulmon bo'laman. Nutqida ovoz, xitob, intonatsiya, urg'u, turish qatorliq jihatlarda boshdan oxiri izchillikni saqlab kelgan mahirimiz Asma Muhammad o'zining "Men dinimni yaxshi ko'raman" temaliq nutqini tushunishlik va aniq qilib taqdim qildi. Nutqida islom dinining haq, adolat, odillik, tirishchanlik, mas'uliyatchan bo'lish, zolimga qarshi turib, mazlumga ega chiqish, mas'uliyatchan bo'lish, ilm olish qatorliq esil axloqiy fazilatlarni va qadriyatlarni tashabbus qilganlik uchun islom dinini yaxshi ko'rganligini so'zlab o'tgan mahirimiz Asma Muhammad islom dinining bu xil esil axloq fazilatlari va qadriyatlarini o'zining kishilik xarakteri va sharkatlarida mujassamlashtirib va yoki bular bilan qurollanib, o'zi tava bo'lgan Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan mas'uliyatini ado qilganligini aytdi. Dinimiz islom taqozo qilgan bu xil prinsip va qadriyatlar haqida hozirdan boshlabla ma'lum tushuncha ega bo'lgan Asma Muhammadni bu temani tanlaganlik uchun tabriklayman va o'zining bir kishilik mas'uliyatini tunib ketganlik uchun haqiqatan xushal bo'ldim. Uning mush yo'lda adoq minishini umid qilaman. Shundaqla bu yo'lda manglaydiganligiga ishonaman.